Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz erkaklarda uchraydigan eng global muammo, ya'ni tez bo'shanish haqida gaplashamiz. Ya'ni buni uy sharoitida qanday qilib to'g'irlash, qanday qilib aloqani cho'zish yo'llari haqida o'rganamiz. Uy sharoitida aloqani uzaytirish yo'llari bular: birinchisi Kegel mashqi, ikkinchisi start stop, ya'ni buni ham tushuntirib beraman sizlarga. Uchinchisi bu masalan lidokainlar bilan o'sha boshchasini muzlatish yo'llari. Bularni hozir hammasini aytib o'tamiz. Birinchisi Kegel mashqi. Kegel mashqida, ya'ni masalan stulga o'tirgan holatda dumg'aza mushaklarini qisib qo'yib yuborishni hisobidan boyagi ereksiyaga aslida javob beradigan mishsani qisa olish xususiyati kuchli rivojlansa agar ereksiyani, ya'ni ushlab qolishingiz mumkin. Agar misol o'sha mishsa yengil ya'ni yaxshi rivojlanmagan bo'lsa agar o'shanda tez bo'shanish mumkin. Bu mashqni har kuni 30, 40, 50 martalab 2-3 mahal qilsangiz ham misol bir hafta, bir oyda ichida o'zi mana bu aloqani cho'zilganini sezib boshlaysiz. Ikkinchisi start stop, ya'ni aloqa vaqtida bir to'xtab olib, chuqur nafas olib, keyin yana 30 sekundlar misol dam olib, keyin yana dalshi davom ettirsangiz, aloqani vaqti yana cho'ziladi. Bunda ham masalan bu ham mashq hisobida ketadi. 1 oy, 2 oy davomida siz shu mashqlarni bajarsangiz agar aloqani vaqti cho'ziladi. Uchinchisi lidokain. Bunda qilishimiz kerak bo'lgan ishlardan biri prezervativni yoki bironta toza salafanni olib turib, unga 2% yoki 10% lidokain eritmasidan quyib, golovkasiga, ya'ni boshchasiga ozroqgina 3-5 minut o'rab qo'yiladi-yu, o'shanda golovkani chувствительность pasayganini hisobiga bizda aloqa vaqti uzayadi. Buni lekin doktorning tavsiyasisiz qilishni tavsiya bermayman, chunki bunda har xil toshmalar toshib ketishi mumkin, allergiya bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji bo'lsa agar urolog konsultatsiyasiga borib, ko'rikdan o'tib, keyin bu nimalarni yo'llarni qilsangiz bo'ladi. Shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.